videoni ko'rdinglar, tushunmagan bo'lsanglar e'tibor beringlar. Bu yerda aynan shu yo'nalish bo'yicha harakatlanayotgan transport vositasini ayrim ichki ish xodimlari to'xtatib, siz qoida buzyapsiz, chizuv o'chib ketishi mumkin, eng chetki qatorga egallab bo'lishingiz kerak deyotganmish. Bu yerda chizuvni men chizib qo'yapman. Agarda belgi bo'lib, boshqa yo'nalish ko'rsatib, chizuv boshqa yo'nalish ko'rsatayotgan bo'lsa, biz belgi amal qilardi, to'g'ri. Lekin bu chizuv o'tiribmi, bo'ldi. Chiziqqa amal qilishimiz kerak. Bu 1.18 oq yo'naltirgichlar chorrahada shu ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat beradi. Boshqa yo'nalish bo'yicha yuramiz biz. Aynan shu yo'nalish bo'yicha yurishimiz kerak ekan. Demak, chetki chap tomondagi chap ko'rsatgan strekka qayirib olishga ham ruxsat beradi. Bu yerdan to'g'riga chapga deyaptimi? Chapga burilib ketishingiz ham mumkin. Agarda 1.18 yo'l chiziqlari bo'lmaganda edi, yo'l harakat qoidalarining 56-band binoan shu burilmoqchi yoki qayrilmoqchi bo'lgan haydovchi shu yo'nalishdagi eng chekki qatorlarni egallash kerak edi. Lekin bu chizuvlar bor. Yo'l harakat qoidalariga amal qilinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariy fikr bildirib, qanday bo'lishga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin.